Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli yaxshimisizlar? Sog' salomat charchamaysiz. Mana bugun Toshkent Mirzo Ulug'bek Selxoz chorraxona yonida olgan obyektimiz boshlaganmiz. Xudo xolasa mana naves. Bu bozorcha qilinyapti. Eski bozorcha bo'lgan, shu ko'llik boshqatdan yangi qilyapti mana. Alkapon ishimiz. Bundan tashqari metall konstruksiya mana svarka ishlari, buni naveslarni olganmiz, ularni berdik. Hozir mana alkapon o'rtasi mebelli rangdan mana. Ikki cheti mokriy rangdan qilinadi. To'liq bitgandan keyin yana bitta video obzor qilib video tashlaymiz xudo xolasa. Bunga alkapon montaj, svarka, metall konstruksiya, naves qilish kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Arzon va sifatli qilib qo'yamiz xudo xolasa. Salomat bo'linglar.